Farzandingiz $1000 topishini xohlasin bir oyga. Biz sizni akademiya kursiga taklif qilib qolamiz. Bu yerda konditsioner o'rnatish va ta'mirlash, xolodilnik ta'mirlash, elektromontaj ishlari, ariston ta'mirlash, kir yuvish mashinalari, barcha turdagi maishiy texnikalar o'rnatish. Amaliy ham nazariy kurslar ochilgan. Sizlarni taklif qilib qolamiz. Bu yerda qaysi viloyatlardan qabul qilasiz o'qishga? Bu yerda hozir butun O'zbekiston bo'yicha barcha viloyatlardan o'quvchilarni qabul qilamiz. Yoshi 18 yoshdan 45-50 yoshgacha farqi yo'q. Kelib bemalol o'rganib, o'zini daromadini qilsa bo'ladi. Endi masalan, boshqa joylardan kelgan o'quvchilar yoshlarimizga yotoqxona bilan ta'minlaymiz. Obedgacha nazariy, obeddan keyin amaliy o'rgatamiz. Ular bir oyda o'qishimizni tugatib, yetuk mutaxassis bo'lib chiqqandan keyin o'zimiz ish bilan ta'minlaymiz. Ish bilan ham ta'minlaysiz. Ish bilan ham ta'minlaymiz. Hozirgi kunda ko'p bolalar kanalga chiqib bekor mol qo'yib boqib yuribdi. Undan mana shu akademiya o'quv kursiga topshiringlar, bolangiz kasbli ham hunarli bo'ladi. Hozirgi kunda bitta konditsioner 400 ming, 450 ming o'rnatishyapti. Xudo xolasa bir kunda 5 ta o'rnatadigan bo'lsa, pulni tayyorlab qolib ketasiz. Manzilimiz Farg'ona viloyat Tashlarning markazida, ekranda nomerlar qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mana shunaqa kurs o'qitib yurgan akalarga videoni tashlab qo'yinglar. Biratishga sizlar ham like bosib, akamga murojaat qilasiz. Sizlarga bir oy ichida mashq hunarni o'rgatib. Keyin bonuslarimiz ham bor. Qanaqa bonuslar? Masalan, 3 ta hunarda konditsioner, xolodilnik va kir mashinani o'rgatsak, qolgan montaj ishlari, boshqa texnika xizmatlarini bonus sifatida o'rgatib beramiz. Zo'r. Bittadan like bosib qo'ysanglar, o'sha $1000 sizlarga topib beradi, xudo xolasa.